Bilim va malakalarni baholash agentligi qonunchilik hujjatlaridagi normalarni bog'lab, test savollari shakllantirishini bilasizmi? Oldingi videoda O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdik. Ushbu qonun ham Bilim va malakalarni baholash agentligi e'lon qilgan qonunchilik hujjatlari normalari bilan bog'lanadi. Bular bejizga yozilmadi. Bularni endi O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunning 5 va 13 moddalari bilan bog'laymiz. 5-moddada bayroqdan O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi bilan belgilangan bayram kunlarida foydalanishi keltirilgan. Demak, buni Mehnat kodeksining 208-moddasi bilan bog'lashimiz kerak. Chunki ushbu moddada bayram kunlari keltirilgan. Bu bayram kunlarini ko'rib chiqing va eslab qoling. 13-moddada esa ushbu qonunchilik buzilganda javobgarlik belgilanishi keltirilgan. Aybdor shaxslarga qanday jazo qo'llanilishi esa Jinoyat kodeksining 215-moddasi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 203(1)moddasida keltirilgan. Ushbu moddalarni ham ko'rib chiqing va qanday jazolar qo'llanilishini yodlab oling. Xulosa qiladigan bo'lsak, qonunchilik hujjatlarini oldin o'quv dasturi asosida, so'ngra boshqa qonunchilik hujjatlari bilan bog'lab o'rganish kerak.